Har qanday texnologiyalar insoniyatda atrof muhitni o'z xohishiga moslab o'zgartirish qobiliyati bilan birga tarix boshidan beri uzluksiz rivojlanib kelyapti. Qadim davrlardagi ibtidoiy odamlar olov yoqish, ov qilish yoki kesish uchun chaqmoq tosh va obsidian kabi o'tkir toshlardan foydalanishgan. Toshni toshga urib yasalgan bunday oddiy asboblar insoniyat taraqqiyot yo'lini boshiga aylandi. O'tgan videomizda ilm-fanni bugungi kundagi o'rni to'g'risida gaplashgandik. Bugun bo'lsa insoniyat tarixini avvalidan bizga yondosh bo'lib kelayotgan texnologiyalar to'g'risida so'zlab boramiz. O'tgan davrlar davomida fan va texnologiya yelkama-yelka turib rivojlanib kelyapti. Shu bilan birga har ikkalasi ham insoniyat sivilizatsiyasining shakllanishiga o'ziga xos hissa qo'shgan. Odatda fan va texnologiyalar ajalmas tuyulsa ham, ularning ijtimoiy vazifalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Ilm-fan tabiat qonuniyatlarini tushuntirishga harakat qiladi. U koinot jismlari nima sababdan aynan shunday harakat qilishini tushuntiradi. Kuzatish, tajriba va fikrlash orqali chuqur haqiqatni ochishga harakat qiladi. Fanning rivoji bilimga bo'lgan qiziqish va haqiqatni topishga intilish bilan belgilanadi. Texnologiyalar bo'lsa, aksincha, hayotni yaxshilash yoki daromad olish yo'lidagi muammolarni hal qilish ehtiyojidan tug'iladi. U fan ochib bergan bilimlarni amaliy qo'llaniladigan shaklga keltiradi. Agar ilm-fan tortishish kuchini tushuntirsa, texnologiya bu kuchga bardosh beradigan ko'prik quradi. Texnologiyalarning vazifasi nimanidir tushuntirish emas, balki foyda va samaradorlik ko'rsatish. U insoniyatga xizmat qiladi va muammolarni yechib, hayotni qulayroq va unumliroq qiladi. Odamlarni kiyintiradi, qornini to'yg'izadi, davolaydi, bir-biri bilan bog'laydi va odamzodni himoya qiladi. Bugungi kundan taxminan 6000 yil oldin Mesopotamiyada eng birinchi texnologik qurilma kulolchilik g'ildirigi ixtiro qilindi va sopol buyumlarni ishlab chiqarish qo'shni hududlarga ham keng tarqaldi. Endi loyga qo'lda emas, balki aylanuvchi g'ildirikda ishlov berilib, yanada aniq va murakkab idishlar tayyorlash imkoni tug'ildi. Taxminan 5300 yil oldin bo'lsa, yuqori temperaturada ishlaydigan pechlarning kashf etilishi metallga ishlov berishda inqilob yasadi. Mesopotamiya kabi hosildor vodiylarda odamlar har xil rudalardan kerakli metalni ajratib olishni o'rganishdi. Bu bilim ham tezda boshqa hududlarga tarqaldi va bu orqali haqiqiy metallurgiya paydo bo'ldi. Mis va bronzadan tayyorlangan asboblarni, nozik pichoqlarni, ilgaklarni va dehqonchilik anjomlarini ommaviy ishlab chiqarilishi boshlandi. Bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirdi. Miloddan avvalgi 3200-yillarga kelib, bronza o'rnini temir egalladi va bu texnologiyaning ixtiro qilinishi butun bir davrga, temir davriga asos soldi. Temirdan tayyorlangan asbob uskunalar yanada mustahkam va chidamli bo'lib, qishloq xo'jaligida unumdorlikni va boshqa sohalardagi samaradorlikni oshirdi. Temirchilar boshqa hunarmandlar qatorida jamiyatda muhim mavqega ega bo'lib, temir eritib quyish sirlarini avloddan avlodga berib kelishdi. 2200 yil oldin bo'lsa, o'zini eng yuqori rivojlanish nuqtasida turgan Rimda qurilish texnologiyasi yana yangi bosqichga ko'tarildi. Beton qotishmalarini keng qo'llanilishi akveduklar va kolizey kabi ulkan inshootlarni barpo etishga imkon berdi. Eng birinchi suv tegirmonlari ham aynan shu davrda paydo bo'ldi. Va bu birinchi marta tabiat kuchlarini inson manfaati uchun ishlatishga imkon yaratdi. Endi tegirmon toshini hayvon kuchi emas, balki suv oqimi aylantiradigan charxpali harakatga keltiradigan bo'ldi. O'rta asrlarga kelib, hunarmandchilik asosiy ishlab chiqarish usuliga aylandi. Maxsus uskunalar yordamida gilam to'qish, ip yigirish kabi jarayonlar takomillashdi. Ayniqsa, soatsozlik va navigatsion asboblar ishlab chiqarish sohalarida hunarmandchilik aniqlik bilan uyg'unlashdi. Xitoyda paydo bo'lgan qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi butun dunyo bo'ylab yoyildi va yozish uchun arzon va samarali materialga aylandi. 15-asrda Yohannes Gutenberg tomonidan bosma dastgoh ixtiro qilinishi,
bilim tarqalishini tubdan o'zgartirdi. Kitoblarni qo'lda ko'chirish o'rniga bosmaxonalarda chop etiladigan bo'ldi. Kitoblar ko'pchilikka yetib bora boshladi va bu Yevropada uyg'onish davriga zamin yaratdi. 18-19 asrlarda yuz bergan sanoat inqilobi ishlab chiqarish usullarini tubdan o'zgartirdi. Bug'da ishlaydigan qurilmalar odam va hayvon mehnatini osonlashtirdi. Bug' asosida qurilgan poyezd va kemalar uzoq masofalarni endi tezda bosib o'tadigan bo'ldi. Zavodlarda yengil va og'ir sanoat mahsulotlari katta hajmlarda ishlab chiqarilishi boshlandi. Masalan, ilgari qishloqlarda qo'lda yigirilgan paxta endilikda yirik fabrikalarda mexanizatsiyalashgan dastgohlar yordamida qayta ishlana boshladi. Koks yoqilg'isida ishlaydigan domna pechlarida cho'yan katta sanoat darajasida quyilib, temir yo'llar, ko'priklar va osmono'par binolar qurilishini asosini tashkil qiladigan mahsulotga aylandi. Bu davrda kimyo sanoati va mexanizatsiyalashgan qishloq xo'jaligi ham paydo bo'ldi. Telegraf texnologiyasi rivojlanib, axborot uzoq masofaga qisqa vaqt ichida yetkaziladigan bo'ldi. 20-asrda texnologik o'zgarishlar misli ko'rilmagan suratda davom etdi. Elektr energiyasi ommaviy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Yoritish, aloqa va turli xil sanoat sohalarini samaradorligi yangi cho'qqiliga ko'tarildi. Radio, televizorlar va uy ro'zg'or texnikalari keng tarqaldi. Avtomobil sanoatida Henry Ford tomonidan birinchilardan qo'llanilgan konveyer tizimi barcha ishlab chiqarish sohalarida qo'llanib, ilgari faqat kam sonli odamlar uchun mo'ljallangan mahsulotlarni omma foydalanishi uchun arzon jihozlarga aylantirdi. Plastik, sintetik materiallar va elektronika umuman yangi ishlab chiqarish sohalarini yaratdi. Bugungi kunda texnologiyalar yana yangi imkoniyatlar yaratyapti. 3D printerlar raqamli modellar asosida nafaqat murakkab buyumlarni, balki zamonaviy uylarni ham barpo qilyapti. Bunaqa printerlar hatto odam organlarini ham bosib chiqaryapti. Biotexnologiya yo'nalishida bo'lsa, oldin faqat tabiatda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan biologik birikmalarni sun'iy ravishda sintez qilish yo'lga qo'yildi. Zamonaviy dunyoning eng mashhur mavzusi bo'lgan sun'iy intellekt bo'lsa, inson faoliyatini hamma yo'nalishlariga kirib kelyapti. ChatGPT har qanday ma'lumotni eslab qolib, o'ylab topish mumkin bo'lgan har qanday savolga javob topyapti. Undan tashqari, sanoat ishlab chiqarish korxonalarida samaradorlikka oshirishda, tibbiyotda murakkab kasalliklarni aniqlashda va davolashda sun'iy intellekt misli ko'rilmagan natijalar ko'rsatyapti. Arxitektura va dizayn yo'nalishlarida sun'iy intellekt yangi fikrlar manbai sifatida faol qo'llanilyapti. Uning ustiga kompyuterlarning ishlash chegaralari oshirilyapti. Raketalar bir marta uchib okeanga qulash o'rniga ko'p marta qo'llaniladigan transport vositasiga aylanyapti. Kvant fizikasi qonuniyatlari asosida ishlaydigan kvant kompyuterlari ham bugungi kunga kelib hayotga tatbiq qilinyapti. Bu bo'lsa oddiy kompyuterlarda minglab yillarni talab qiladigan hisob-kitoblarni bir necha soatlar ichida olish imkoniyatini yaratyapti. Xulosa qilib aytganda, agar fan anglash uchun xizmat qilsa, texnologiya o'zgartirish uchun xizmat qiladi. U insoniyat tarixini shakllantiruvchi, harakatlantiruvchi kuchdir. Ilk tosh bolg'adan tortib kvant kompyutergacha bo'lgan yo'l texnologiyani insoniyat taraqqiyotiga qanaqa xizmat qilganini ko'rsatadi. Har bitta yangi yutuq oldinga qilingan ishlarga tayanib, insoniyat hayot tarzini, ishlash jarayonini va asosiysi atrof muhitni o'zgartirdi. Lekin texnologiya bu faqat qurilma yoki vositalar to'plami emas, balki jamiyatni yuksaltiruvchi va shu bilan birga ba'zida xavfga ham soluvchi kuchdir. Esdan chiqarish kerak emaski, har qanday texnologiya doimo donolik, mas'uliyat
va umumiy manfaatga xizmat qilish maqsadi bilan rivojlanishi va boshqarilishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha